obunachilarga puli yengilroq navrot qilingan Cobalt qiziqqanlarga 2023-yil Cobalt mashinamiz 26 ming yurgan, kraskasi toza. Kraska 100% toza. 100% top-toza, polniy shumoizolyatsiya, oldiga tonirovka ruxsatnomalari bor, slipoy zonalar qilingan. Undan tashqari saloniga ham mehr berilgan. Polniy akvaprint, cruise control, multimedia, 26 ming probeg, yaxshi mana bunaqa chexollar. BYD chexol taqilgan. BYD chexol, ha? Ha, BYD chexol. Rullari kojinni qilib, mana tablolar qo'yilgan, monitorlar. 26 ming kilometr, Malibu barlarni ham yaxshisi, беспроводная zaryadka. Hammasi ishlaydi. Pishalkalar qo'yilgan. Bu mashinamizda yili 23, necha ming kilometr? 26 mingina. Toza. Top toza. Probegidan, kraskasidan muammo chiqsa, 200 zalog bersa 500 qilib qaytaraman. Gap yo'q. Tanini qancha aytasiz narxini? Tani 11800. Qanchaga kelishamiz aka? Bunimi? Obunachilar uchun. 11600 qilib beraman obunachilar uchun. Gap yo'q. Yana kelsa, ustida kelishaverasizlar. Nasib bo'lsa, endi akamiz 11600 ga beraman dedilar, tushursalaringiz, o'zlaringiz foydalarsiz. 100-200 tushirib bilsalaringiz aka. To'g'rimi? Nargisi ham bor. Yana bitta xuddi shunaqa 24 Cobalt avtomat. Yumshoq balon, 4 ta yangi balon. Polniy tonirovka, shumoizolyatsiya ham yo'q. Bunda shumoizolyatsiyasi yo'q, lekin saloniga yangi qimmat chexol, Malibu bar, Malibu rul, start stoplar qo'yilgan. Start stop tayyor bu ham. 25 kuzov balon, 25 kuzov, 25 kuzov, 24 tex pasport, atiga 3000 gina yurgan bu. Buni necha pul qo'yamiz? Bunimi 12700 qo'yamiz, lekin kelishamiz. O'tib beramiz. O'tib beramiz. Qolganini o'tadigan joyi bor. Savdolashasizlar. Podpiska bo'lib kelsa bo'ldi, $100 bonusi bor. $100 bonusiga podpiska bo'lib kelganlar uchun. Telefon nomer. Xo'sh. Necha nomeringiz? 97li. Aha. 096 Aha. 0700. Sardor akaga. Sardor aka. Sardor avto kanaliga obuna bo'lib kelinglar. Qolganini kelib ustida kelishasizlar.